uchar gilam. Qadimgi Hindistonda bir sulton o'tgan ekan. Uning ismi Mirza bo'lib, to'limi qamlashgan 3 shahzodasi bor ekan. Ularning birining ismi Xoshin, birining Ali, yana birining Emot ekan. Noha ismli yana bir jiyan qizi bor ekan. Noha malika yirik yaqinlardan ketgan Sahib Jamal ekan. Sultan uni boshda qo'shni mamlakatning podshohiga yotliq qilmoqchi bo'ldi. Biroq malika bo'yiga yetib, borgan sir chiroylilashib ketgandan keyin uchli navra aksining uninga ko'zi tushibdi. Bu ishqa sultonning to'limi beshi qaytibdi. Uning hech qay shahzodani noumid qo'yg'isi kelmabdi. Bir kuni sulton shahzodalarni yeniq chaqirib, mundaq debdi: "Bollarim, men bir obdan amal topdim. Shunda qilsam, sizlar 3 qarindosh orasiga sovuqchilik tushmaydi. Ham sizlarning biringlar malikaga o'ylanalaysizlar. Demakchimanki, 3 yilinglar yiroq safarga chiqib, eng qoltis bir narsa izdanglar. 1 yildan keyin qaytib kelinglar. Kimning tepib kelgan narsasi eng qoltis bo'lsa, shu malikaga o'ylansin." Uch shahzoda zo'digar qiyofatida yasinib, hamrohlarini elib yo'lga chiqibdi. Boshdan uchi bir yo'lda mengibdi. Ochi yo'lga kelganda bo'linib mangmoqchi bo'lishibdi. Shahzodalar 1 yildan keyin mush yerdagi bir dangda jam bo'lib, uyga tang qaytishga kelishibdi. Xoshin shahzoda bir soda karvoniga qo'shilib 3 oy mangandan keyin Busbaq podshohligining poytaxtiga yetib keldi. Bu shaharda to'limi katta bir rasta bor ekan. Rastadagi qator ketgan do'konlarda tovar turdun, kanapraq, aynak, farfor qochqichilar, qadimki narsalar, shundaqla xilma-xil boshqa tovarlar bo'lib, nima deysa, shu tepilar ekan. Shahzoda Xoshin o'ziga yorug'idek biror esil narsa uchirtib qelish maqsadida kunda rastini aylanib yuribdi. Bir kuni u bir yaymichining kichikroq bir gilamni ko'tarib olib, "Ha" deb: "Gilam sotaman, gilam, 40 ming tilla" deb vaqirab yurganligini ko'rib qopdi. "Gilam deganmi unda qimmat bo'lamdi?" deb o'ylabdi shahzoda va uning oldiga berib. "Shunda qimmatga qaraganda gilamning biror xosiyati bormi nima, ha?" deb so'rabdi. Yaymichi xaridor chiqqanligini ko'rib, Xoshinning peshidan chetga tortdi. "Bu haqiqatan bir xosiyatli gilam. Uning ustiga o'ltirib, naga opar deysiz, u sizni degan yeringizga opirib qo'ydi" deb pichirlabdi. Shahzoda: "Uning degani rost bo'lsa, men haqiqatan ajoyib qoltis narsa topgan bo'lmamdim" deb o'ylabdi-da, yaymichiga: "Bu gilam rostli siz deganda xosiyatlikmi? Qandoq dalillab berasiz?" debdi. Yaymichi buni uning ko'z oldida isbotlab bermoqchi bo'lib, gilamni yerga yeyibdi. Xoshinni o'zi bilan birga ustiga o'ltirg'izibdi. Anda shahzodaga: "Nega borasiz?" deb so'rabdi. Shahzoda yiliqi dangi berishni amni ko'ngliga pikib turishiga, u gilam xuddi qanoti bordek osmonga ko'tarilib, ularni birdamda u dag'ning oldiga uchirib ketdi. Shahzoda ikkilanib turmayla 40 ming tillani sanab berib, u xosiyatli gilamni setib oldi. Bunda xosiyatli gilamga erishgan Xoshin shahzodaning hozirning o'zida o'z o'tida kuyib, suyida eqiyotgan malikining yeniga uchib borg'usi kelib ketibdi. Biroq inillar bilan qilishgan va'dasida baldur qaytmabdi. Shuning bilan bekorchilikda bu mamlakatda bormagan yeri qolmay, mohlat to'shqicha o'ynab yuribdi. Mohlat to'shqan kuni gilamni elib yerga yeyibdi, o'zi ustiga o'ltirib, ko'zni yumib ochqicha inilari bilan ko'rishmoqchi bo'lishgan danga yetib keldi. Shahzoda Alichi 3 qarindosh ayrilgandan keyin shahzoda Ali tinim topmay 4 oy safar qilib Persiyaga keldi. Har kuni shahardagi savdogarlar bilan orlashib yurib, biror xosiyatli narsa tepishning qo'yida yuribdi. Bir kuni uningga pil tishini aytib ko'tarib olgan biraylan uchrab qopdi. U: "Bu naychini 40 ming tillaga sotaman" debdi. Shahzoda uningga: "Sarang bo'lib qoldingizmi? Pil tishidan yasagan kichkina bir naychinimi 40 ming tilla degan bormi?" debdi. U odam shahzodaning bu gapiga ochiqlamoq tugul mundaq debdi: "Begim, bu naychiga toza sapselib qarab yiqing-a.
Uning ikki tarafiga aynak o'rnatilgan. Uningdan qayerni ko'raman desangiz, shu yerni ko'ra olasiz. Shahzoda Ali bir ishinib bir ishonmay, Naychin uning qo'lidan elib, ko'nglida Shoh otamni ko'rib boqay deb turishiga, Naychining ichidan sultonning taxtida buyruq so'qib o'ltirgan holati ko'rinibdi. U yana Malikani ko'rib boqmoqchi bo'libdi. Shu zaman Malikaning bir necha dedeklar bilan kulishib o'ltirganligi ko'z oldida namoyon bo'libdi. Shahzoda buning xosiyatidan turib hayron qolsa, turib xushal bo'libdi. Bütün dünyani aylanıpmı, bunda xasiyetlik narsa tapqılı bo'lmas, deb o'ylabdi. Shuning bilan u pilchi naychisini setibdi. Ularning kenja inisi-chu. Imod akalaridan ayrilgandan keyin ming bir jafo mushaqqat chekib Samarqandga yetib keldi. U nurg'un vaqt qidirib yuribmi, ko'ngliga yarg'idek bir narsa uchirtilmabdi. Bir kuni u ko'chada lag'aylab ketib olsa, bir tal olma setib turgan odamga uchrab qoldi. U odam: Kimdi-kim 40 ming tilla chiqarsa, men bu olmani shuningga sotaman, debdi. bir tal olmaning nima xosiyati bor? Shunchalar qimmat sotqudak, debdi shahzoda. Bu degan dunyo bo'yicha eng xosiyatli olma. Har qanday kasalga mubtalo bo'lgan odam bu olmani purapli qo'ysa, sallamaza saqayib ketadi, debdi hiliq odam. Shahzoda ko'nglida o'lgan odamni tirildirdigan bundoq olmadimi xosiyatli narsa bo'lamdi, deb o'ylabdi-da, qilchi ishkilanmayla uni setib olibdi. Kichik shahzoda akillar bilan ko'rishishga kelishgan muhlatning to'shib qolganligini pamlab, yuk taxlarini yig'ishtirib yo'lga chiqibdi. Yana mushaqqatli safarni tamomlab, oxir vaqt qaralida heliqi mehmonxonaga yetib keldi. Akillari u yerda uni kutib turgan ekan. Ak kuchaylangan bo'lib, hammasi o'zlarining xosiyatli narsani ko'z-ko'z qilishga aldirabdi. qaranglar, debdi Xo'shin uchar gilamni ko'rsatib enilariga. sizlar buni odatga gilam deb qolmanglar. Uning ustiga chiqib o'ltirib, nega boraman desa, odamni shu yerga olib qo'yadi. Shahzoda Ali: Bu haqiqatan xosiyatli gilam ekan. Biroq men bir qimmatli narsa setib oldim. Qaranglar, mana bu pilch naychisi. Uning ichidan qayerni ko'rmoqchi bo'lsa, shu yerni ko'rgili bo'ladi, debdi. Shahzoda Xo'shin uni qo'liga ilib Malikaning nima qilayotganligini ko'rib boqmoqchi bo'libdi. To'satdan uning chiroyi tomdek totirib ketibdi. Uni ichiga tushib ketib: Oh Tangrim, tugashdiq. Hech qaysimiz suyimlik singlimizga erisholmaydigan bo'ldik. U hozir og'riqdan o'lay deb qopti, debdi. Ali bilan Imort uning qo'lidan naychini ilib shundoq qarab ekan, Malika bir tiniqda yotqudek. Imort: biz uning yiniga hozirlab bora olgan bo'lsak, men uni qutqiza olaydim, debdi va o'zi setib olgan olmani akillarga ko'rsatib uning xosiyatini so'zlabdi. Buning nimasi tas? Xo'shin bilan ilgari uchar gilamga o'ltirib, ko'zni yumib ochqicha Malikaning hujrasining oldiga yetib keldi. Dedeklar uch shahzodaning osmondan tushayotganligini ko'rib, egizlarini ichib qarab qoldi. Imor shahzoda bir daqiqani qo'ldan bermay, xosiyatli olmani chiqarib Malikaning yuziga yiqibdi. Malika go'yo shirin tushdan uyg'ongandek, shu zamon shayxla ko'zlarini loppada echibdi. Malika uzunga qolmay sallamasa saqayib ketibdi. Shahzodalar to'liq xushal bo'lishibdi. Ular Malika bilan xo'shlashib, Shoh otasi bilan ko'rishga mengishibdi. Podshoh ular bilan quchoqlashib ko'rishibdi. Xushal xoramlik bilan ularning elib kelgan narsalarini ko'ribdi. Biroq ular qaysining akelgan narsaning qoltisligini baholatmoqchi bo'lganda, podshoh yana tanqislikda qoldi. U: Ballarim, bu xil narsaning qaysining anqolsiz ekanligiga men qandoq bir nima deya olmayman. Navoda Alining naychi ayniga bo'lmagan bo'lsa, navir singlinglarning og'rib qolganligini qandoq biladinglar? Uchar gilam bo'lmagan bo'lsa, sizlar o'z vaqtida yetib kela olmaydinglar. Xosiyatli olma bo'lmagan bo'lsa, Malikani qutqizib qolg'ili bo'lmaydi, debdi. Podshoh o'ylanib turib kelib yana:
Mening boshqacha bir amalim bor. Sizlar o'qiya etishdi baslashinglar, qaysinglar uzun atalasanglar, malikini shuningga yotliq qilay. Debdi. Atsi 3 shahzoda belgilangan joyga kelibdi. Musobaqa boshlanibdi. Cho'ng shahzoda birinchi bo'lib etibdi. O'qiya shundoq uzunga etilibdi. Biroq shahzoda Alining o'qiyasi uningdan uzunga etilibdi. Navbat kichik shahzoda Imorga kelibdi. U akalari atgan nishonga qaratib yana tartibdi. Biroq u atgan o'qiyaning o'qini hech kim hech yerdan topolmabdi. Shuning bilan podshohning iloj Hamda izdimanglar. Noha malikini Shahzoda Ali olsun. deb chakarlabdi. Shahzoda Xo'shin qattiq qayg'uribdi, umidsizlanibdi, enisining to'yig'imi qatnashmabdi. Beshini elib uydan chiqib ketib, yiroq-yiroqlarga qanqib ketibdi. Imor shahzoda heliq o'qiyaning ishida dargumon bo'lib, uda necha kun uni izlabdi. U o'qiya etilgan yerdan tartib tuz siziq bo'yicha oldiga mengib, tog' davollardan eshibdi. Mang 8-9 kilometrdek mangandan keyin oqibat bir yo'g'on toshning ustidan heliqi g'oyib bo'lgan yo o'qini tepibdi. Shahzoda o'qiyani qo'liga elibla to'satdan oldida ajoyib bir hashamatli saroy turganligini ko'rib qoldi. U saroyning eshigini ochib ichiga kiribdi. Uning oldiga farishtadek chiroyli bir qiz chiqibdi. Xush kelibsiz, Imor shahzoda, debdi u qiz. Shahzoda u qizning o'zining ismini atayotganligidan intayin hayron qoldi. Darhol salom qilibdi va "Hurmatli xon qiz, mening ismimni qandoq bilasiz?" deb so'rabdi. "Men ilohning qizi bo'laman. Siz bilan akangizning ishlaridan xabarim bor. Uchar gilam, aynak naycha, yana yiliqi xosiyatli olma. Men hamma ishni bilaman." Farishta shundoq degunicha izo tartib beshni tuvan sapdi-da shahzodaga: "Men sizni yaxshi ko'raman. Sizlar o'qiya etishdi baslashayotganinglarda men yoningizda edim. Siz atgan o'qiya uzunga borolmaganda men o'qiyani tutib olib, oldiga akilib qo'ydim. Men shu kundan tartib men sizning uni izlab kelishingizni kutib turibman," debdi. Farishtaning gapidan shahzoda to'liq xushal bo'libdi. Barliq dard alamlarini unutib ketibdi. Umuman bu go'zal farishtaga oshiqi beqaror bo'lib qoldi. Shahzoda bilan farishta saroyda katta to'y ma'rakasi o'tkazibdi. Ikkisi bir-biriga vafodor bo'lib, baxtli yashabdi. Umaqlarim, uchar gilam, aynak naychan, xosiyatlik olma baq qaltisgana. Bu uch narsaning xosiyati orqali malika qayta hayotlikka erishdi. Bizning shunday xosiyatli narsalarimiz bo'lgan bo'lsa, naqadar yaxshi bo'ladi. Lekin biz cho'chakdan bu uch narsadan esil narsalarga erishdik. U bo'lsa-mu podshoning haqqoniyligi, aql farosatligi va uch shahzodaning boturligi. Bu esil axloqiy fazilatlar uchar gilam, aynak naycha va xosiyatlik olmadimi bahslatgan? Shuning uchun biz bularning esil fazilatlarini o'zimizga ulgu qilaylikmi? Kech bo'lib ketibdi, o'maqlarim. Endi baldur uxlanglar. Atmu shu vaqtda Dilala Undidar salonda ko'rishaylik. Tatli tushlar sizlarga hamroh bo'lsin. Yoksul şunda har eken elley balam elley Kara tünde doğuldum elley balam elley Yoksul şunda har eken elley balam elley Kara tünde doğuldum elley balam elley
desem dilimden elley balam elley baltamı tut dilimden elley balam elley güzelliğin tulun ay elley balam elley ayrılmayman yeniden elley balam elley güzelliğin tulun ay elley balam elley ayrılmayman yeniden elley balam elley Dönük beşiğa ay geldi elley yaşlar döktüm üstünge elley balam elley anam edin sütümge elley balam elley Kadımız Musa'y geldi elley balam elley anam edin sütümge elley balam elley Kadımız Musa'y geldi elley balam elley elley balam elley